Xristian bo'lib ketganlarga qandaq muomala qilamiz? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Biz Yevropada yashaymiz. Bir Uyg'ur birodarimizning 2009-yildan burun musulmonligi, ammo hozir xristian ekanligini anglagandan keyin bir qancha qatim suhbatlashib, islomga da'vat qilgan bo'lsaqmi, o'zining tanlagan yo'lida ching turadiganligini bildirdi. U o'zi yaxshi, oq ko'ngil kishi bo'lgach, boshqa Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan normal aloqasi bor. Әмді біз мұшы xil holatda u kishi bilan qandaq muomala va qandaq munosabatda bo'lsak bo'ladi? Da'vatning keyingi qadamini qandaq mengishni bilolmay sizga uchur qilishim. Yo'l ko'rsatgan bo'lsangiz, Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Aldı bilan o'zimiz uchun va u kishi uchun Allohdan hidoyat tilaymiz. Dinimizda musulmon bo'lgandan keyin xristian bo'lib ketgan kishi murtad deb ataladi. Murtad arab tilidagi yanmaq, chekinmak va orqaga qaytmoq degan ma'nodagi riddat kalimasidan orqaga yong'uchi degan ma'noda turlangan atalg'u bo'lib, shariat istilohida aqli hushi joyida baliq bir musulmonning majburlanmasdan niyati yoki aniq so'z ifodasi yoki ish harakati bilan islom dinidan kufrga qaytishidan iborat kufr so'zi yoki ish harakati masxir qilgan asosda bo'lsin yoki kajliq qilib bo'lsin yoki e'tiqod qilib bo'lsin o'xshash. Masalan, Allohning borligiga, biror sifatiga yoki biror payg'ambarga yoki Qur'onning biror oyatiga va yoki biror kalimasiga tanish yoki haromligiga ijmo qilingan zinoga o'xshash biror haromni halol deyish yoki farzligiga ijmo qilingan biror farzni inkor qilish yoki butqa sajda qilish yoki Qur'onni haqoratlashdek qilmishlar bilan murtad bo'lib ketadi. Murtad islom dinini tashlab musulmonlar jamoatidan ayrilib chiqqanligi, shundaqla mansubiyatini tavalligini o'zgartib, kimligini almashtirib, islomga qarshi tashviqot qilib, millatning safini parchalashga hassa qadilganlik uchun uning bu qilmishi dinimizda og'ir jinoyat hisoblanadi. Bu sababdan islomda murtadning uning bilan miraslashmaslik, nikohlashmaslik, bo'g'izlagan melining go'shini yemaslik, o'lsa yo'yib taramaslik, namozini tushirmaslik, musulmonlar qabristonligida dafn qilmaslik va burunqi amallarining bekor bo'lib ketishi qatorliq intayin og'ir, oqibati yomon natijasi va ayrim ahkomlar bor. Murtadlik asli kufrlikdan og'ir bo'lg'achqa, uningga ergishib keladigan natijalarimi shundoq og'ir. Masalan, Hanafiy mazhabda musulmonning ahli kitob Yahudi yoki xristian ayolni nikohiga elishi mumkin turug'liq, musulmon ayol murtad bo'lib ketsa, nikoh ajrab, taloq qilmasa ajrab ketadi. Hatto musulmon murtad bo'lsa, uning xristian ayolimi nikohidan uzil-kesil ajraydi. Bu haqda Imom Sarxasi musulmon murtad bo'lsa, uning ayoli musulmon bo'lsin yoki ahli kitob bo'lsin, uningdan uzil-kesil ajraydi deydi. Imom Nasafiy imomlarimiz birdek shunaga ittifoqki, murtadlik nikoh rishtasini bekor qilib etadi. Murtad bo'lish bilan xotin ikkisi taloq qilmasdan uzil-kesil ajraydi deydi. Boshqa mazhablarda tavba qilmasdan iddat to'shqan hamon uzil-kesil ajraydi. Imom Shafiiy bu vaqtda kishi islomdan murtad bo'lib, uning ayoli bo'lsa yoki ayol murtad bo'lib, uning eri bo'lsa, tavba qilish va islomga qaytishdan burun ayolining iddati to'shmog'icha ikkisining o'rtasida ajrash bo'lmaydi. Tavba qilmasdan ayolning iddati to'shib ketsa, u ayol eridan uzil-kesil ajrab ketadi. Uning bilan qayta yarashishga yo'l yo'q. Uzil-kesil ajrashish taloqsizlar nikohi amaldan qilishi orqali bo'ladi deydi. Yana bir misol. Ahli kitobning bo'g'izlaganini Qur'on va hadisning hukmi bo'yicha yegili bo'ladi. Ammo murtadninkini mayli u xristian bo'lib ketsa-mu yegili bo'lmaydi. Chunki islom shariatining qarshida murtadning keyin yo'tkalgan xristian e'tiqodi inovatsiz bo'lib, uni xristian demay murtad deb ataydi. Inovatga olgan taqdirdami uning murtadlik sifat qo'shilganligi uchun u yanada asli xristiandek bo'la olmaydi. Demak, uning xristian bo'lishi uningdagi murtadlik sifatini yo'qotolmaydi. Buni nikohlanishga tatbiqlasak, musulmon xristian ayolni nikohiga ola oladi. Ammo murtad bo'lib xristianlashgan ayolni yuqorqi sababdan nikohiga ola olmaydi. Chunki u ayolga xristian deyilmay murtad deyiladi. Alloh taolo deydi: Kimki Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursa-mu, majburlash ostida og'zida iymondan yanganligini bildirganlar buning sirtida.
kufr bilan ko'ngli ozodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Nahl surasi 106-oyat. Yana bir oyatda mundaq deydi: ular ya'ni kuffarlar qo'lidan kelsalar sizlarni dininglardan qaytarib o'tganga qadar sizlar bilan davomli urushidi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib kofir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar ahli do'zaxdir, ular do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Baqara surasi 217-oyat. Yana bir oyatda: ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladigan, Allah uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularmi Allahni do'st tutadigan, mu'minlarga ko'ynadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allahning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Maida surasi 54-oyat. Ular tavba qilsa, tavbasi qabul qilinadi va islomga qaytadi. Haq Taala aytadi: iymon aytgandan, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi. Kechiktirilmaydi, faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Allah mundaqlarga mag'firat qilg'uchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon aytgandan keyin kofir bo'lganlar, andin kufrini texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ana shular gumrohlardir. Shubhisizki, kofir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Al-Imron surasi 86-oyatdan 91-oyatgacha. Murtad nasihat qilgandan keyinmi murtadligida ching turgan ahvolda Haq Taolaning: ey mu'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkazamsizlar? Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yoshirin do'stlik yetkazsizlar. Men sizlar yoshirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turaman. Kimki shundoq qiladi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Agar ular sizlarni yengsa, sizlarga dushman bo'ladi. Sizlarga ziyonkashlik qiladi. Sizlarni tillaydi, sizlarning murtad bo'lishinglarni orzu qiladi. Qiyomat kuni sizlarning tuqqanlaringlar va avlodlaringlar sizlarga hech foyda yetkazolmaydi. Alloh aranglarni ayirib etadi. Ya'ni sizlar jannatda bo'lsanglar, ular kuffarlarning qatorida do'zaxda bo'ladi. Alloh sizlarning qilayotgan ishlaringlarni ko'rib turg'uchidir. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunidir. O'z vaqtida ular qavmiga: haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan ado judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganlarga qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Faqat Ibrohimning otasiga aytgan: albatta sana mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendan daf'i qila olmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. Ibrohim va uning bilan birga bo'lgan mu'minlar aytdi: Parvardigorimiz, sana tavakkul qildik, sana qaytdik. Oxiri qaytadigan joy sening dargohingdir. Sura Mumtahina 1-oyatdan 4-oyatlar degan oyatlari va Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun nafratlanishmi iymonning jumlasidandir degandek hadis shariflar isbotlagan ado judolik prinsipiga asosan iymon va Alloh yo'lida muhabbat nafrat maydonini aniq qilish kerak bo'lib, bu uning bilan do'st bo'lmaslik, aralashmaslik, mehmondorchilik, to'y to'ykunlarga bormaslik, chaqirmaslik, qudlashmaslik va salom sahat qilmaslik umuman ijtimoiy jihatdan tashlab o'tishni taqozo qiladi. Uningda musulmonlarning farzandlarini o'qitishga, uningga musulmonlarning biror ishini topshirishga bo'lmaydi. Ammo uningga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, hidoyat tepish uchun kuch chiqaradiganlar bo'lsa, uni yo'qlab, da'vat qilib, e'tiqodining o'zgarishiga sabab bo'lgan shubhalarni yo'qotishga tirishishi, uni paketlar bilan qoyil qilishi va uningdan tavba qilishni talab qilishi vojib bo'ladi. Shundaqla uning farzandlari va yaqin tuqqanlari tuqqandarchilik sil rahim asosida berish kelish qilsa bo'ladi.
Shundaqla musulmonlarning uning bilan ilm setim, tijorat muomalasi qilishi cheklanmaydi. Bu yerda shuni eslatib qo'yish kerakki, millatimizdan birarsi mayli qanday sabablar tufayli murtad bo'lib ketsa, albatta buningda har bir ilm ahlining, har bir iqtisod ahlining, shundaqla har bir odatdagi shaxsning mas'uliyati bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.